Hammalarga salom. Bugun ertamatdan men настроением birga emas, nolga tushib qoldi. Buni ko'rgan ojonim ishlam kelalari ketib qolib, birinchi bo'lib marojnoy berdilar. Kayfiyatim ko'tarilmagani uchun bu qizga bundan ham muzdayroq ta'sir qiladi deb ICTga olib keldilar. ICTga olib kelishdan oldin ojonim aniq ichlarida. Buni ortiq qizim ana kuni ICTga boraman deb ming'illab yurdi. Bugun o'shani hunarni ko'rsatyapti deb aytganlar. Bu aniq. Lekin ojonimni men juda ham yaxshi ko'raman, chunki ojonim har doim настроениемga qaraydilar. Meni настроениемga qarab katob olib keldilar. Endi uchganim to'g'risida gaplashsak. O'zi mana shu delfinsiz ham yaxshi ucha olmayman. Lekin ojonim, mana shu delfinni qo'yib yuborsang, oyog'im bilan muzga kirib, sana olib chiqib ketaman dedilar. Delfin sudrab yurganimdan charchab ketib, даже o'tirib oldim. Charchaganimdan yaxshigina o'tiruvdim. Keyin qaytib tura olmay qoldim. Ikkita quruq aylangandan keyin ishlam talab ketib qolib, oyimni baba kankisiz muzga kirg'ishmaydi. Ojonim esa kanki uchishni bilmaydilar deb, delfinchamni qo'yib yuborib o'zim uchdim. Mana shu sariq koftali bola kelishidan oldin hayot yaxshi edi. Qo'y Amina hozirga qilsang hech kim seni tur bolam deb ko'tarmaydi deb, aqlli qiz bo'lib mana shu delfinchamni ushlab oldim. Katokdan kayfiyatim 100 emas, 1000 bo'lib chiqdi. Onjonim o'zimcha qorga olib kirmoqchi edim. Bo'ronda qolganlarga o'xshab yo'q dedilar. ICTdan chiqib yomg'irda futbolga bordik. Tilakaga balet qilishga. Sho'x bolalar va ojonim bilan shunaqa balet qildik. Sizlarga ta'riflab ham bera olmayman. Kechqurun pitsa yeb, yotib uxladik. Mana sizlarga dieta tutayotgan odamlarning vlogi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, komment, sizdan kutib qolamiz. Hozircha, baq.